Elektr energiyasini ishlab chiqarish joylaridan uylar va kompaniyalarga xavfsiz uzatish uchun transformator. Keling, transformatorni ko'rib chiqaylik. Transformatorni kuchlanishidan himoya qilish va simli chiziqlarni tekshirish uchun kalit ishlatiladi. Izolyatsiya bo'limining o'rtasiga joylashtirilgan mahkamlash bo'ldi. Hozirgacha ushbu turdagi kabellarda elektr kabellari yoki elektr jihozlari ishlamay qolishi sababli haddan tashqari kuchlanish holatlarida elektr uzatish qurilmasi ishga tushmay qoldi. Korpus ustining yuqori qismida uchqun paydo bo'ldi. Bu ko'pincha o'rtada izolyatsiyani buzilishiga sabab bo'ldi. Bu yerda transformatorlarning 30% sinishi sodir bo'ldi. Zarar miqdori, harakat va ta'minlash xarajatlarini tasavvur qilish qiyin. HE Solution polimer kaliti bu yangi mahsulot, mavjud mahsulotni takomillashtirish emas. Izolyator korpusning o'rta qismini ochish uchun ikki qismga bo'lingan. Izolyatsiya masofasini kamaytirish muammosini elektr maydonini optimallashtirish orqali hal qilindi. Izolyatsiyaning o'rta qismiga yetkazilgan zarar 0% ni tashkil etdi va izolyatsiyaning ishlashi 24% ga oshdi. Agar kuchlanish ko'tarilishi kabi anomaliyalar bo'lsa, transformatorga katta zarar yetkazilmaydi va elektr uzilish vaqtini kamaytirish hal qilindi. Izolyatorning qulay shakli tufayli ishlab chiqarish narxi ham kamaydi. NET yangi texnologiyasidan foydalangan holda bu dunyodagi yagona mahsulotdir. Bepoyon cheksizlikdan shahardagi barcha xiyobonlarga elektr uzatish liniyasi o'rnatilgan va elektr energiyasidan foydalanish insoniyatga baxt keltiradi. HE Solution kompaniyasining polimer kaliti texnologiyasi sizga yaxshi kelajakka erishishga yordam beradi degan umiddamiz. HE Solution